Tuzatib tekinga berib olish maqsadida bir nechta telefonlar olib qo'yganman. Hozir birma-bir ko'rsataman. Eng zo'ri oxirida. Birinchi iPadimiz bor. Mana shu iPadimizni remont qilamiz, xudo xolisa. iPhone X va iPhone 12 telefonlarni olib qo'yganmiz. Bularni ham remont qilamiz. Samsungchilar bu gal sizlarni esdan chiqarib qo'ymadim. Mana shu Samsung S22 Ultra telefonni remont qilaman va Samsungcha obunachilarimga hadya qilaman inshaalloh. Eng kulminatsion nuqtasi 15 Pro Max telefoni. Mana shu telefonni yaxshilab eslab qolinglar. Xudo xolisa buni ham chiroyli qilib remont qilamiz. Mana shu ko'rib turgan telefonlaringlarni hayotga qaytarib, yengidek holatga olib kelib, obunachilarimga hadya qilaman. Shu o'rinda homiylar jalb qilmoqchiman. Sababi bu telefonlarning remonti ancha-muncha pulga tushadi. Shuning uchun bizga homiylar kerak bo'ladi. Homiylarimizga nima bera olamiz? 5000 tadan 15000 tagacha Jivoy Instagramingizga obunachi o'tkazib bera olaman. Agar siz ham ijtimoiy tarmoqlaringizni rivojlantirib, ham bizning ehsonimizga sherik bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastga nomerlar belgilab qo'yaman. Albatta murojaat qiling, birgalikda ishlaymiz. Meni kuzatayotgan barcha obunachilarimdan maksimal poddержка kutib qolaman. Mana shu videoga bitta like bosib qo'ying va do'stlaringiz bilan ulashing. Agar menga motivatsiya bergisi kelsa, kommentariyada olovlarni yozib qoldiring. Har doimgidek yana o'sha gap. Tekinga telefon mendan, like, komment, saladan.